Agar u qiz olmagan bo'lsa, men tanlaydigan shundaqmi? Har qancha bo'lsin meni vayron bo'l demaydigansiz. Buni qanday qilish o'zingning ishi. Kim bo'lib ketdi bu? Agar bu ishni menga hal qilib bermasang, meni bundan keyin ko'ramaysan. Ayni vaqtda mendan voz kechib olgan dostorg'ingizning qanotlari sunib ketdimi nima? Jinim tenimdili bo'lsa, bizning mangu baxtli o'tkunimizni ko'rdi. Ma'qul, miyib ayolingizdan qanchalik baxtli bo'lib ketishingizga bir ko'ray. Singlim, pulni qanchalik haydasang mayli. Lekin men uyon tomosha degan loyiqida bo'lish kerak. Voyjon aka, men nada uyon tomosha qilib shurdim. Shu do'stlarim bilan tomoq yeb, toza aylanib keldim-ku. Sen 2 kun bo'ldi, 2 kun. Kunduzg'o bo'pti do'stlaring bilan baza aylan. Kechdi tushamsa? Shu kechda o'yini qilib berib, kech qolgan vaqtlarimni shu sening aramini buzib qo'ymay deb do'stimning uyida qo'nqandim. Sen-ku xizmat ishlaring bilan aldirash yuriydi ekansa, men shu uyga baldir qaytay desam, yo opam dadam bo'lmasa uyda men bilan mondishadigan. Shu do'stlarim bilan ko'rishib, o'ynab pishirib Onimga obdan ko'z quloq bo'l. Navad biras bo'za qilib qolsa, hisobini men senda olaman. Uqdingmi? Shunday bo'lsin. Siz mashinada o'tirib, telefoningizni ko'nakni kino ko'rgach turamsiz. Mening ishim 1 soatda tugaydi. Unda bu siz ishlaringizni aldırmay qilavering. Men avval uyga berib, opam yordamlashib tutib turay. Onun ustiga opam sizni keldi deb bir moch ishlarni qilib qoldi yaqin. Ha, mayli unda bo'lsa. Hamma men ishim tugitib sizga telefon qilay. Ma'qul. Adil, nagmandingiz? Siz bu yerda yuraysizmi? Men akamni qishib kelgandim. Akangiz bilan tuzilgan bir to'xtam bor demam shuning ish bilan kelgan. Shun chiqibmi ko'nglingiz olaminimi? Qizolning nari mendan yaxshi. Bo'ldi Lala, biz bu to'g'riliq paranglashmayli. Biz kichik bola emas. Ikkimizning xiyollarimiz o'xshamaydi. Men sizga unchalik mos kelib ketmayman. Men bilan to'y qilgan bo'lsangiz, shirkatingizning nurg'un ishlari hal bo'ladi. Akammo har jihatdan bizga yordam qilgan bo'ladi. Chiroy desimi-ku, men qizoldan chiroyliq. Nemishqikin tang narik o'y xiyollarimiz birdek emas deb meni rad qilyapsiz. Siz meni tushunmaydi ekansiz Lala. Agar u qiz olmagan bo'lsa, men tanlaydigan shundaqmi? Akam yana kaynim isab qo'yibdi-da buni. Oplo, yana ko'rib qoldi-ku. Asir, chiqarma yoqqa. Cho'ng-cho'ng desib kela. Yana kaynimga tushib yuribsa degina. Yo'q, unaqa emas. Akamga telefon so'rab boqaymi unda bo'lsa. Bo'ldi. Agar akam kaynimga tushib boy qilib qolganini bilsa, sen faqat yaxshi bo'lmaydi-ku deyman. Xo'p. Bilma, akam sana bek ishindi. Agar uning ishonchisidan qolmaydisan, menga bir ish bijirib bergin. Joyida hal qila olsang, sen obdan razı qilma. Qana? Nima ish? Qandoq bo'ladi?
Aka. Peşen hazır adil çıkıp ketdi degine. Sen bilen tuzdigan bir to'xtam bor o'xshaydi. Ash to'xtamni bekor qo'ydi. Singlim, mening tijoratimga bo'lsam aralashmasang bo'lmamdi deyman. Aka. Agar bu ishni menga hal qilib bermasang, meni bundan keyin ko'ramaysan. Ha, bo'ldi. Shunda bo'lsin. Sen degandek bo'lsin, ma'qulmi? Bu qizni besham qilib qo'ygan o'zim qo'zadi, ha? Hamda oldimga kelmaganini men bir ko'ray. Voy, bo'ldi. Ko'nakdan kinorimni ko'raychi. Eng yangi kino teatrlarni ko'rmoqchi, eng yangi ovozli asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz, undidoringizni ochib, ko'nak deb izlab qo'shib olsangiz bo'ladi. Izlash nomi Ko'nak.